surasining 16-oyatida marhamat qilgan, iymon keltirgan zotlar uchun dillari Allohning zikriga va nozil bo'lgan haq Qur'onga moyil bo'lish vaqti kelmadimi? Isro surasining 82-oyatida esa biz mu'minlar uchun shifo va rahmat bo'lgan Qur'on oyatlarini nozil qilurmiz deyilgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda Allohni kam zikr qiluvchi munofiqlarni mazammat qildi va qalblar imtihonining qat'iy davosi ogoh bo'lingiz kim Allohni zikr qilish bilan qalblar orom olur deb aytilgan Ra'd surasining 28-oyati ekanligini ko'rsatib berdi. Alloh zikrining eng ulug'laridan biri Qur'on o'qishdir. Alloh taolo aytadi: "Axir ular Qur'on haqida fikr yuritmaydilarmi? Balki dillarida qulflari bordir. Shuning uchun u dillariga Qur'on nuri yetmayotgandir." Muhammad surasi 24-oyat. Biz ko'pchilikning ro'znoma, oynomalar hamda ommaviy axborot vositalarining ko'plab turlarini malol olmay, charchamay uzoq vaqt o'qishlariga guvoh bo'lamiz. Biroq ularning birontasi Qur'oni Karimning biror parasini yoki bir necha sahifasini o'qiganini ko'rmaymiz. Va hatto Qur'on o'qish uchun o'tirsa tezda malol olib, boshqa ishni qilish uchun o'rnidan turganini ko'ramiz. Salaf ulamolaridan biri: "Agar qalblarimiz toza bo'lsa edi, hech qachon Qur'on o'qishdan malollanmagan bo'lar edik" degan edi. Ko'pchilik toifachilik bilan biror yo'lga mutaassiblik, mansublik o'rtasini aralashtirib qo'yadi. Hatto ularning biri haqida gap ketsa, ikkinchisi tushuniladigan darajaga yetib kelindi. Bo'linish mazammatli, musulmonlarning kofirlarga qarshi bo'linishlari bundan mustasno. Ahli sunna val jamoatga mansub bo'lish shar'iy nuqtai nazardan joiz, biroq johiliy va bid'iy mansublik mazammat qilingan. Ikkinchisi o'z-o'zini hisob qilish. Olimlardan biri o'z-o'zini muhosaba qilish qalb davosi va saboti uchun muhim omillardan biri ekanini ta'kidlagan. U aytadi: "O'z-o'zini muhosaba qilmaslik nafsning halokati va unga ergashish demakdir. Shuning uchun ham osorlarda shunday deyilgan: oqil nafsini bo'ysundirgan, o'limdan keyingi hayot uchun amal qilgan kishidir. Ojiz esa nafs va havosiga ergashib, Allohdan ham hayollik bilan umidvor bo'lgan odamdir." Umar roziyallohu anhu shunday der edi: "Hisob-kitobga tortilishdan oldin o'zingizni muhosaba qilib olingiz. Taroziga qo'yilishdan oldin o'zingizni taroziga qo'yingiz." Imom Tirmiziy rivoyati. Hasanul Basri rahmatullohi alayhi aytadi: "Mo'min kishiga mudom o'zini hisob qilgan holatida yo'liqasiz." Yana aytadi: "Banda yaxshilik ustida bardavom bo'ladi, modomiki nafsidan uning uchun bir voiz bo'lsa va o'z-o'zini muhosaba qilishga ahamiyat bersa." Maymun ibn Mihron rahmatullohi alayhi aytadi: "Taqvodor kishi nafsini ochko'z sherikdan ham ko'ra qattiq muhosaba qiladi." Inson amal qilishdan avval o'zini ixlosida va Alloh va Rasulining amrlariga rioya qilishida muhosaba qiladi. Qalbini Alloh uchun va Alloh yo'lidagi muhabbatni ro'yobga chiqarishda nazorat qiladi va shunga majbur qiladi. Amalni tugatganidan so'ng nafsining kamchiliklari va ixlosni komil qilmagani uchun muhosaba qiladi. Shubhasiz bu ikkisi ham qalb kasalliklarini davolashda muhim omillardan biridir. Alloh taolo aytadi: "Bizning yo'limizda kurashgan zotlarni albatta o'z yo'llarimizga hidoyat qilurmiz." Ankabut 69-oyat. Uchinchisi boshqa vositalar. Masalan, ilm, taqvoni ro'yobga chiqarish, tungi namozlar, duoni, xususan kechaning oxirgi 3dan biri qolganda ko'p qilish, chunki tungi ibodatlar qabul bo'lishga yaqinroq. Shuning uchun ham banda kechalari Allohga ko'proq tavba tazarruda bo'lsin, istig'for aytsin. Faqir miskinlarga taom yedirish, kiyim kiydirish va ko'p sadaqa berish ham shu vositalardandir. Alloh taolo aytadi: "Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, siz ularni u sababli poklashingiz va tozalashingiz uchun mollardan bir qismini zakot sifatida oling." Tavba 103-oyat. U vositalarning muhimi ko'zni haromga qarashdan saqlashdir. Alloh taolo aytadi: "Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, mu'minlarga ayting, ko'zlarini nomahram ayollarga tikishdan to'ssinlar va avratlarini haromdan saqlasinlar. Mana shu ular uchun eng toza yo'ldir." Nur surasi 30-oyat. Qalb kasalliklarining davosi haqida so'z yuritar ekanmiz. Quyida olimlarning bu haqda aytgan so'zlariga quloq solamiz. Qalb sog'lomligi hamda uning baxtsizligi va o'limi belgilari unvonli nafis so'zlarni keltirmoqchimiz. Qalb sog'lomligining belgilari haqida gap ketadigan bo'lsa, olimlar qalb sog'lomligi va najotining belgilari haqida shunday deyishadi. Sog'lom qalb: birinchisi, o'z egasini to Allohga tavba qilib, qaytmagunicha tavba qilishga undayveradi. Ikkinchisi, sog'lom qalb egasi Robbisini mudom zikr qilib, unga ibodat qilishdan malollanmaydi. Uchinchisi, sog'lom qalb egasi kundalik namoz yoki zikrdan iborat vazifasini biron sabab bilan qila olmay qolsa,
mol dunyosini yo'qotib qo'ygandan ko'ra qattiqroq alamlanadi. Shu yerda bir to'xtab o'taylik. O'sha olimlar kundalik virdi bo'lmagan odamlar haqida, balki farz namozlarni qazo qilib, undan na hasrat va na alam chekadigan, go'yoki payg'ambar alayhisalomning asr namozini o'tkazib yuborgan odam go'yo oilasi va moli mulkidan ayrilibdi degan so'zlarini eshitmagandek yashayotgan odamlar haqida nima degan bo'lar ekanlar. Imom Buxoriy rahmatullohi alayh, Imom Muslim bilan ushbu hadisni rivoyat qilishgan. 4-si, sog'lom qalb egasi ibodatlarda taom va ichimliklar lazzatidan ko'ra ko'proq lazzat topadi. Aytinglarchi, qaysi birimiz bugungi kunda ibodatdan lazzat olmoqdamiz? Qalb ibodatdan forig' bo'lgach, o'zida lazzatni topa olayaptimi? 5-si, sog'lom qalb egasi agar namoz o'qishga kirishsa, dunyo haqidagi tashvishlari ketadi. Bizning holimizni ko'ringki, barcha dunyoviy ishlarimiz namoz o'qiganimizda aqlimizni cho'lg'ab oladi. Hatto do'stlarimizdan biri menga bir odamning namoz ichida turib, cho'ntagidan hisob varaqalarini chiqarib hisoblay boshlaganini aytib berdi. Bu va shunga o'xshash ko'plab misollar borki, ular Alloh huzurida va namozda turishdagi xushuvni ketqizadi. Bunday odamlar namoz lazzatini qayerdan biladilar? Payg'ambar alayhisalom: "Ey Bilol, bizni namoz bilan rohatlantir va quvonchim namozda qilindi" deb aytgan namoz qayerda qoldi? Ko'pchilik musulmonlarning holat tili bizni namozdan qutultir demoqda. Shuning uchun ham imom namozda uzunroq surani o'qib qo'ysa, ulardan biri namozxonlar holiga rioya qilish haqida yodlab olgan hadislar shodasini terib tashlaydi. Holbuki imom namozdagi vojibotlarga halal yetkazadigan darajada chala-chulpa o'qisa, unga tanbeh beradigan odamni topish mushkul. Alloh xohlagan ozgina odamlargina bundan mustasno. 6-si, g'am tashvishi Alloh uchun va Alloh yo'lida bo'ladi. Bu oliy maqomdir. 7-si, vaqtlarining zoyi ketishini hasis odam boyligiga qurumsoqlik qilganidan ko'ra ko'proq qizg'anadi. 8-si, amalning o'zidan ko'ra ham uni tuzatishga ko'proq e'tibor beradi. Bu o'ta muhim nuqtadir. Odam o'z amalini niyatda to'g'rilash, Rasulullohga ergashish va Allohga qullikni ro'yobga chiqarish bilan tuzatishga katta e'tibor berish kerak. Chunki amaldan nazarda tutilgan g'oya ham mana shudir. Mazkur bandlar qalbning sog'lomligi belgilaridir. Keyingi dasturimiz orqali e'tiboringizga qalbning kasalligi va baxtsizligi belgilarini havola etamiz. Hikoyat. Inson tili shirin so'z aytib, o'likni tiriltirishi yoki zaharli so'z aytib, tirikni o'ldirishi mumkin. Bir odam ayiq bilan do'stlashib qolib, uni mehmon qilibdi. Ziyofat oxirlab, ayiq ketishga izn so'raganida, u odamning mehri jo'shib, ayiqni o'pib xayrlashibdi-da, xotiniga ham shunday qilishni buyuribdi. Xotin ayiqqa yaqinlashgach, jonivordan taralayotgan hidga chidolmay, chetga qarab tupuribdi-da, sassiq mehmonlarga top-toqatim yo'q debdi. Ayiq indamay chiqib ketibdi. Oradan kunlar o'tib, odam do'stini ko'rgisi kelib yo'lga otlanibdi. Qaytishda o'tin kesib kelarman deb boltasini olib olibdi. Ayiq uni quvonch bilan qarshilab mehmon qilibdi. So'ng shu boltang bilan boshimga bir urib yor deb iltimos qilaveribdi. Ayiq yalinavergach, odam uning boshini yoribdi. Og'riqdan o'kirgan ayiq o'rmonga kirib g'oyib bo'libdi. Odam esa taajjub va afsus bilan uyiga qaytibdi. Oradan bir oy o'tib, ayiq odamnikiga kelib debdiki, boshimni urib yorgan eding, qara yaram bitdi. Ammo xotiningning tili bilan tilingan qalbim yarasi haligacha bitmadi. Tilga aniqroq aytilsa, tildan uchuvchi so'z qadri haqida aytilgan maqollar, hikmatlar va rivoyatlarning hisobi yo'q. Barchasini bir-bir sanashga bizda imkoni yo'q. Ammo ayrimlarni aytmoqqa ehtiyojimiz bor. So'zning hanjari bo'lib, kishi qalbiga sanchilib, halok etmog'i mumkinligini yoyinki tiriklik suvi bo'lib o'likni tiriltira oluvini Hazrati Navoiy baytlarida bayon etganlar. Yana donishmandlar aytishganki, aytgan so'zim hojam, aytmaganim qo'lim. Yana Hazrat Umar debdilarkim, jannatga olib boruvchi ham, do'zaxga yetaklovchi ham shu tildir. Rivoyat qilishlaricha, bir bolakay kattalarda ham tez-tez uchrovchi og'ir xastalikka mubtalo ekan. Bu xastalikning nomi biron bir tibbiy kitobda qayd etilmagani sababli xalq bunday bemorlarga ezma churuq yoki shaqshaq yoki erkalatiproq mahmadona deb tashxis qo'yar ekan. Bizning bolakayimizga elashgan xastalikka aynan mahmadona demoqlik durust bo'lar.
Kunlarning birida shu bolakayning tishlari nola qilib deyishdiki, bu til bizning boshimizga bitgan balo bo'ldi-ku, sira ham tinchlik yo'q-a, ozgina tiyila qolsa-chi. Bu noladan g'ash kelgan til surbetlik bilan javob qaytaraveribdi. Men bilan nima ishlaring bor? Mening nazoratimdan o'tgan narsalarni chaynang-ku, boshqa narsa bilan ishingiz bo'lmasin. Sizlar kimsizlar-u men kimman? Sizlar birin-sirin joyingizni bo'shatib tushib ketasiz. Men esa o'z joyimda hukmron bo'lib qolaveraman. Shuning uchun mening ishimga aralashishga hech kimning haq-huquqi yo'q. Ayniqsa sizlarning ahmoqona nasihatlaringizga sira toqat qila olmayman. Bu tanbehdan so'ng tishlar jim qolishibdi-ku, bolakay tushmagur, o'rnimi-o'rnimasmi, duch kelgan yerda mahmadanalik qilaveribdi. Quloqlari yetkazgan ayrim hikmatlarni ba'zan mag'zini chaqmay, ba'zan buzgan holda katta-kichik davralarda sayrab aytaveribdi. Mahmadonaligi shu darajaga yetibki, bolakay bir davrada gapira kulgiga qolibdi-da, sharmandalikdan qutulib qolmoq uchun yolg'on gaplarni ayta boshlabdi. Ana shunda tishlarining sabr kosalari to'lib, yolg'onchi tilni gapirtirmaslik qasdida shart tishlashibdi. Til avval qizaribdi, keyin qonab ketibdi. Bolakay esa og'riqdanmi yoki uyatdanmi yig'lab yuboribdi. O'shandan beri til behuda tish xatlamas emish. Bolakay ham bir gap aytmoqdan avval 7 marta o'ylab ko'rarmish. Bolakay-ku esini to'plab olibdi. Yoshligingda odat qilsang, qariguningcha ko'nikasan, qarilikda odat qilsang, ko'nikkuningcha ko'milasan deb bekorga aytmaganlar. Bir mamlakatda behuda, yolg'on gaplar bilan bemaza nom chiqargan odam bor ekan. Uning yolg'on gap topolmay qiynalgan chog'idagina rost gapirishi mumkinligi hatto podshohga ham ayon ekan. Podshoh 5 yilga mo'ljallangan safarga otlanibdi-yu, zahar tilli odamni chaqirib, 5 yil ichida hech bo'lmasa bittagina to'g'ri va yaxshi gap aytgan, bu xizmating uchun men senga boshdan oyoq sarupo qilay, debdi. Zahar tilli odam bu gapni eshitib bosh chayqabdi. Agar safardan tirik qaytmasangiz menga kim sarupo beradi? Bekorga xizmat qilib qolaveramanmi? Podshoh g'ijinibdi-yu, safar oldidan uni jazolagisi kelmabdi. Oradan 2 yil o'tib, zahar tilli odam zerikibdi-yu, podshohni sog'inib uni izlab yo'lga chiqibdi. Oxiri topdi ham. Uning shohona chodiriga qillashayotganini ko'rgan podshoh vaziriga ana sovuq nafas kelyapti. O baribir yolg'on gapirib ta'bimizni xira qiladi. Shuning uchun sen undan hech nimani so'rab surishtirma. Faqat itimning ahvolini so'rasang bas, debdi. Zahar tilli odam kirib podshohning oyoqlarini o'pdi. Shunda vazir, A'lo hazratning itlari qay ahvolda? Et bechora o'lib qoldi, debdi zahar tilli odam. Vazir bu gapdan ajablanib podshohning ogohlantirishini unutib, so'rashni davom etibdi. It nega o'ldi? Ilon chaqdimi? Yo'q. Podshoh olamning sevgan oq tuyalari o'lgan edi. It ana shuning go'shtini yeb bo'kib o'libdi. Oq tuya nimadan o'ldi? Podshoh olamning qiblagohlari, ulug' malikamiz vafot etgan edilar. Tobutni shu tuyaga orta qolgan edik, yo'lda chidolmadi jonivor. Bu xabardan keyin podshohning yuragi yonib, zahar tilli odamni so'roq qila boshlaganini o'zi ham sezmay qoldi. Onam qanday xastalikdan o'tdilar? Tabiblar yaxshi qarashmadimi? Volidey muhtaramangiz xastalikka chalinmadilar. Rafiqangizning vafotidan kuya-kuya o'ldilar. Rafiqam qanday xastalikka chalinibdi? Rafiqangiz ham sog' edilar, ammo o'g'illaringiz, qizlaringiz birin-sirin chechakdan o'ldilar-u, rafiqangiz bu ayriliqqa dosh bera olmadilar. Yuraklari yorilib o'ldilar deb taxmin qilaman. Eyvoh, deb nola qilibdi podshoh. Demak, xonadonimdan hech kim qolmabdi-da. Zahar tilli odam bu savolga darrov javob bermabdi. Avval chuqur tortibdi, so'ng ko'ziga yosh olib, bunisini aniq bilmayman podshohim. Men chiqib kelayotganimda saroy ahlining yarmidan ko'proq o'latdan o'lib bo'lgan edi. Hozir qanchasi tirik yolg'iz Xudoga ma'lum, debdi. Podshoh safarini oxirlatmay iziga qaytibdi-yu, ahli baytni sog'-omon ko'rgach, zahar tilli odamni davolashni buyuribdi. Zahar tilining jazosi o'tkir pichoq ekan. Yaxshiki bu bir rivoyat, afsona, yo'qsa o'tkir pichoqning ishi ko'payib ketarmidi. Bugungi kun.